100 kiloga javob. Bemalol. Ko'tarishga. Polvon yigitlarimiz, qizlarimiz. Vaydat. Ana. Yana biror kishi bo'lsa deng. Men bilan o'tirishaveradi. Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va YouTube tomoshabinlari. Siz va sizning xonadoningiz uchun foydali ma'lumot berishda davom etamiz. Do'stlar, ko'rib turganingizdek, bugun bolajonlarimiz uchun ular uchun qulay, ixcham, shinam mebellar to'g'risida bo'ladi. Do'stlar, biz Namangan shahar Lola Jahon bozori mebel bozoridamiz. Do'stlar, bemalol kelaverasizlar. Telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqsani, lokatsiyasini yana ham batafsil tushuntirib berishadi. Do'stlar, bularni qarang go'zalligini. Barchasi siz va sizni jajji farzandlaringiz uchun bo'ladi. Siz esa eng yaxshisiga munosibsiz va bizning farzandlarimiz ham eng yaxshisiga munosib bo'ladi albatta. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Hamyonbop narxlarda premium sifatiga kafolat berilgan bedagi mebellarga xudo xolasa siz uchun ma'qul narxlarda bo'ladi. Biz esa davom etamiz. Videomizga bittadan like bosib qo'ying, obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Ichkarida ham zo'rlari bor. Bularni ham ko'rsatib o'taman do'stlar. Firma brend asosida ishlab chiqarilgan 2 qavatli mana bunday yotoq mebellari bolajonlarimiz uchun albatta qulay bo'ladi. Bu joyda shkaf, darslik uchun pardalar, anaqa belanchaklar, barchasi siz va sizni jajji farzandlaringiz uchun. Do'stlar, mana bu premium sifatdagi brend asosida ishlab chiqarilgan mana belanchak komplekt holatda do'stlar, shkaflari ham bor. Do'stlar, bizdan uzoqlashmang, hammasi siz va sizning xonadoningiz uchun. Siz esa eng yaxshisiga munosibsiz. Do'stlar, bularning ma'lumotini sotuvchi akamiz Akramjon akadan olamiz xudo xolasa. Hormon aka. Salomat bo'ling, keling. Charchamay turibsizlarmi? Maza yaxshimi? Bu bizni jajji malika va shahzodalarimiz bor narsalar ekanmiz ham. Xudo xolasa chiroyli. Bular haqida bizga ma'lumotlarni bersangiz deb. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana hozir Namangan Jahon bozori, Lola bozori ichidamiz. Xullas, ditskiy manejlar bo'yicha, ditskiy divan, xonchalar, mana belanchalar hammasi bor. Har xil assortimentda bor. Endi sizlarga tushuntiramiz. Misol, yosh bolalarga manej bo'yicha arzonroq variantimiz birinchi mana shu. Oldin ham panda degani bor. Mana bu belanchagi tagida mana to'rtta g'ildiragi bor. Qarang. Foydasi bor joyda budi. Pastga tushirib ishlatgani, tumba, mana xodonoga, tagi divani, mana shkaflari bilan, ular komplekt deymiz. Shkaflarimiz ham 4 eshikli, ichi 45 lik bo'ladi, MDF materialdan bo'ladi. Xo'p, bular narxini sirozda aytib ketaveraman-da. Mayli, yaxshi bo'ladi. 3 million so'm aytyapmiz. Mana shu xodonoga bilan 2 million 700 ming so'm beryapmiz. Dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi? Yo'q, bo'lishini aytyapman. Misol, kelishtirib, gaplashtirib beraman. Dangal gapiraveraylik. O'shanda ozna qoladi. Barakasi shunda. Endi qarang, bu shkaf manej bilan shkafini aytdim. Bu arzonroq varianti bu. Kimgadir qarang, mana shkaf bilan divancha kerak bo'ladi. Xo'p, bular Andijon mahsulotlari 80 ga 180 bo'ladi, krashinli bo'ladi, maloshniga maloshni, oqiga oq bo'ladi. Patsvet qilib tug'iladi. Patsvet hammasi jupi bor. Asantibet vibrokub, oynaksiz, oynalilar bo'ladi. Xo'p, ko'rpachali holatda bo'ladi. Bularni 2 million 200 ming so'm aytyapmiz. YouTube'dan sizlarni deb buni ko'rib, podpiska bo'lib kelganlarga. Assalomu alaykum. Siz uchun kanalining obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bu videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, bittadan like bosib qo'ying. Izohlar bo'limi esa siz uchun hamisha ochiq. O'z taklif va fikrlaringizni qoldiring. Biz uchun juda ham muhim do'stlar. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Yonidagi qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, keyingi videoni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Bu videoni tanishlaringizga ham jo'natib qo'ying. Ular uchun foydali bo'ladi. Do'stlar, barchasi siz va sizning xonadoningiz uchun. Siz esa eng yaxshisiga munosibsiz. Biz davom etamiz. 1 million 950 ming so'mdan qilib beraman. Bo'lishi menga u hal qiladigan baho-yu, misol 2 milliondan ham sotdi, 2 million 100 dan ham sotganmiz. 2 million 200 aytyapman, 1 million 950 dan beraman. Mana shkaf bilan divan. Yana divanchamiz arzoni bor-ku, hozir qolmadi. Misol bu tomondagilarga xil keladigan divanchalarimiz bor-da. Do'stlar, ular arzon tushardi. Mana 4 eshiklilarga, ana rang-barangga bor edi. Olib qo'yamiz. Juda ham umuman assortiment katta ekan mana do'stlar. Har xil fasondagi va rangdagilari. Mana bolalar xonasiga yana bezagiga juda ham zo'r tushadi bular. Xo'p, endi men sizlarga aytib qo'yay. Mana ular shkaf bilan divanni 1 million 950 dedim-ku, 3 eshikli bo'ladi, qarang. 120 lik mehroblarga tushadigan, ikkitadan turiblar, 3 tadan mana nimasi bo'ladi? Mana tahlov bo'ladi, 2 ta g'aladon bo'ladi-da. Hozir bundan ham zo'r narsasi bor, shuni aytaman.
hech nimasiz, skromli. Mana fotonsiz ashnaqalari ham bor. O'yachaliklari ham bor. Mana живой o'zi. Misol bolalar 10 ta naklikni yopirsa ham yuvib ishlatiladigan mandaqalarga ilinadigan joyi yo'q. Endi kimgadir mana ham yaxshi ketaveradi. Har kimni talab istagiga muvofiq to'playveradi va bor. Taklif qilinadi. Ishiklari MDFdan, vakuum, o'zi tortib oladi. Haqiqat bo'lmaydi. Xo'p, shkaf bilan divanchani tushuntirdimmi? Anoni ham tushuntirdim. 3 million so'm aytib, xodona kerak bo'lmasa, menejerimiz bilan buni shkafi hop 2 million 600 dan qilib beraman. Hali narx-navo ko'tarilmasa. Endi biroroq mana xodona narxi 100 ming so'mda endi. Donida yursa. Kelishaveramiz. Misol kerak emassa, keyin kerak bo'lsa, hop, biroroq partani ham olaylik. Mana partilarni 1 million 300 ming so'm aytamiz. YouTubedan so'raganlarga 1 million 100 shuni ham sotyapman deydi-da. Endi YouTube'da hurmati bo'ladi-ku, ha? Mana 1 million so'mdan 2 kishilik katta razmer, mana ular vakuumli, qarang. Vakuum. Shular bor. Mana g'aladonlar. G'aladonlari bor. G'aladon. Mana bunisi ham vakuum. O'zi yopib oladi. Xudo xolasa chiroyli materiallardan tayyorlangan. Aksessuarlari ham xudo xolasa sifatligi. Mana sirazu qarang, ikki tajlikka boshlaymiz. Ikki tajlikni yangi posoni, high-tech poson deymizda bu. Laminatdan bo'lgan, kurpa tushalari bilan, mana hada ikkita tagida g'aladonlari bilan bu ikkiga bo'linadigandan. Mana bunda qopqoq bor, qarang. Ikki bo'lib mana yozda pastga tushirib, yakkalik qilib ishlatib, qishda shuni ko'tarib bersa bo'ldi. Xo'p, narxi 1,5 million aytaman. YouTube'dagilarga 1 million 300 sotaman, tortishi yo'q. 300 dan baland sotaman. Endi bu tomon keling. Shuni high-tech MDFligi, bu butunligi. Butun, bu ikkiga bo'lmaydi. Mana chiroyli. Gulli, posoni o'ta chiroyli. Buni 1 million 700 ming so'm aytamiz. Xo'p, 1 million 400 ga beraman. Tortishi yo'q. Haliga g'aladoni bor. Yo'q, albatta bor. G'aladoni mana, qarang. Dastalari o'zidan chiqqan. O'ta chiroyli, mana shotisi. Endi mana edi, mana jigar rangi bor. Nargini narxida 1 million 300 ga beraman dedim-ku. O'shani narxida bu. Ajraydigan. Bu ham ajraydigan-da, Ajratib bo'ladi. Biroroq keling, mana shu partiyalarni ham shuna syomka qilib qo'yaylik. Mana bolalarga 9 sinfni bitirguncha parta 2 kishilik bu stoli bilan, boyagi stol sizdi. Bu stoli bilan alfabet karra, mana qarang, alohida ochiladi, skotchlab qo'yganmiz, xavfsizlik ochiladi. Stoli bilan 1 million 400 ming so'm aytib, 1 million 200 ga beraman. Qizaloqlarimiz uchun juda ham ajoyib Barbie. Farqi yo'q, ketaveradi. Mana tillarang, mana qarang, pashaxonalar ham yo'q. Mana kattaligini qarang, 60 ga 1 metr. Buni 50 ga 1 metrligi ham bor, hozir sizga ko'rsataman. Mana ko'rpachalarini mana bog'lab qo'yganmiz, yuvib, machalkali yana joyga qo'ysa bo'ladi. Pashaxonani ham yuvib, mana aytam o'sha nima qilsa bo'ladi. Yuvib ishlatiladi. 800 ming so'm aytayapman, 600 dan qilib beraman. Mana kichkina razmeri, mana qora svet, tillarang hammasi bor ana edi. Xo'p, bularni 600 ming aytaman, 500 dan qilib beraman. Boshqalarga 700 aytamiz. Shunlar ham tashqaridagilarga-da. Buni bor, xo'p. Endi do'konga kiramiz. Do'konda yana ichkarida ham ajoyib takliflar bor. Xo'p, mana do'stlar, ichkaridagi mana do'konimizdagi sal original narsalar, original. Endi to'g'risi nozik, chiroyli narsani do'kon qo'ymasa bo'lmaydi. Bilasiz, masalan, Isfarxon, supermarketlarda turadigan narsalar mana shular. Mana shkaflarni qarang, hammasi o'sha Corona, mana Barkamol Bolajon firmaniki. Bular firmali narsalarni do'konga olib kiramiz. Qarang. Bular ham o'sha 3 eshikli shkaflar bo'ladi. Mana tomba, belanchak, pashaxona, tagi divan. Mana komplet kreslo forma, mana shu komplet bo'ladi. Bu maloshli rang. Buni oqi ham bo'ladi, maloshli. Ikki xil rangda olib kelib sotaman. O'zi shu bo'lib qoldi zamonning talabida, xalq talabi. Qarang. Endi misol qayerdan-da, misol qaysi do'konlardan 10 millionga oladimi? 2 millionga oladimi birorta bozordan arzon oldim deb maqtanadi-ku, yoki 10 millionga zo'rni oldim deydi-ku. Avvalo ish bersin. Ish bermasa befoyda. To'g'rimi? Shu. O'shaning uchun men ish beradigan joy topdim. Mana shuni qarang. Qizga foydasi bor joyda birinchi o'rinda mana. Qarang. Ochiladi. Mana uni vaqtincha kuyov skotchlab, uyga olib kirgandan keyin spalnisini oldiga olib kelib bersa, kelinchak yotgan holatda ham bolasini olib qaraydi-da. Qarang, yotgan holatda ham. Endi o'rnidan turib nima qilmaydi-ku, Shu yotgan holatda ham bolasini qaraydi, bo'ldi. Mana pashaxonaning kattaligini qarang.
ancha munchasi bunaqa 2 metrli pashaxona bermaydi. Mana qarang. Do'stlar, Mana. hozirgi yosh chaqaloqlarimiz albatta iqbolli. Yo, albatta ku. Mana hozir yashab bersa bo'ldi degani. Shu. Qarang, mana shundoq kuyov bilan kelin, hadang, kelishgan holatda pastchi baland qotirishadi. Shega Sharoitiga qarab bemalol pullar o'lchaveradi mana mana shu do'stlar. qotiradi. Xo'p, buni endi o'rab qo'ydik. Endi buni orqasida shkaf bilan divan bor. Hozir tashqarida sizga ko'rsatdim-ku. 2 million 200 ming deb 1 million 950 ga beraman dedim-a tashqaridagi shkaf bilan divanni. Endi buni superi bor. Bozorda yagona. Bozor emas, Namanganda yagonasi. Любой kesimda hadangda. Bizda ham bor-ku desachi, men tortishaman. Mana qarang. G'aladonli birinchi o'rinda 3 ta g'aladoni bor. 3 ta g'aladon alohida keyin mana bolalar do'malab tushib ketishga mana aqabaqa so'raladigandan. Mana bir tomon sovuqlik qilsa mana bir tomonga oladi. Mana yostiqni haqqini tashlaylik, bag'riga xotirjam turadi. Xohlasa mana uni bir tomonga olib qo'ysa ham bo'laveradi. Kattaroq bolalar bo'lsa, bir tomoni devorga qadalsa, ikkinchi tomoni ochiqqa. Mana. Mana. Ana do'stlar, xavfsizligini ham o'ylab qo'yilgan. Qarang. Tojlikmi? Mana yangi poson. Ikki tomon oynalar hadang qirrali emas. Mana lezvada nima qilingan? Zavodskoy. Chaqlangan. Formani qarang, formani chiroyligini qarang. Mana Do'stlar, juda ham chiroyli. mana o'sha o'zi tashqarida ikkita truba, 3 ta polka. Bu high-tech poson oynaksiz bular. Mana buni jupi 2,5 million so'm aytamiz. Xo'p, sotishni aytib qo'yaman mana 2 million 200 ming so'mdan sotyapman. Bo'lishi. Misol ba'zilar aytadi, "Aka, ozgina bitta sep qo'ysak, u bu desa, qo'shilaveradi narxida." Mana ularni oq sveti keladi, maloshisi keladi. Xo'p, yana mana bitta divanimiz qolib ketgan. Bularni ham 1 million 800 ming so'm aytamizda, 1 million 400 ga beraveramiz. Bu ham endi oxirgi nimasi. Juda ham hashamatli, chiroyli bir tomonidan ancha ko'tarib qo'yilgan bo'ladi. Ehtiyot shart, misol divanni, g'aladoni bu tomonda bo'lish kerak desa ham qilib beraveramiz. Misol zakaz. Talabga qarab bemalol. Talabga qarab qilib beraveramiz. Mana bir tomon polli panjara bo'lsin, ochilmaydigan bo'lsin desa ham, unaqasi ham bor edi, keladi, qilib beramiz. Xo'p, yana bitta hozir mana yonimizda do'konimiz bor, yumaloq manejlar bor. Instagramda rosa moda bo'ldi. Kalaskalarimiz bor, tog'oralar bor, nimalar bor. O'shani bir hozir shuni zapiska qilib olasiz, profillarcha deysizmi? Tomoshabinlarimiz uchun, ya'ni obunachilarimiz uchun foydali ma'lumot berishda harakat qilganmiz. Xudo xolasa. Endi qarang, ba'zilar aytadi-ku, "Aka, menga yo shkafi kerak, yo divani kerak" deydi. Shularni ham aytib ketdi. Haliga keyin telefon qilib ba'zi so'rashadi-yu. Mana divanni o'zini. Mana hozir 2 million 200 ming dedim-da, to'g'rimi? Divanni o'zini 1 millionga beraman. Obunachilarga hadang, men uni aytib sotaveraman, 1 million 100 olganman, 1 million 200 beraman, 100 ming so'm foyda qolsa bo'ldi. Bir-biridan xursand bo'lib odam boshlab ketsa bo'ldi. Xudo xolasa, ha. Bizda dangal halol gap aytib sotaveramiz. Barakasini bersin. 1 million 200 ga beraveraman, shkaf 3 eshiklarni tanlab olaveradi. Ichi 45 lik katta razmer bular ham. Mavlani o'sha 1 million so'mdan beraveraman. Mana shkaflarni aytdim-a, shkaflarni 1 million 200 ming. Endi 4 eshigi bor. Qarang. 4 eshiklarni, mana shularni boshqacha postoni ham bor. Bir tomon qiz bolaga, bir tomon o'g'il bolaga. Ancha muchasida yo'q. Yana bitta zo'r yangilik bor. Mana oyna. 3 yosh, 4 yosh bola qaramaydi deysizmi? Mana oynani qilib qo'ydik. Shuni ochsangiz, g'aladonlar ichkarida turadi, mana tagida turadi. Sekretniy g'aladonda bu. Deb tashqarida tursa bolalar buzib qo'yadi-yu, ha? Ich toza qirib ich, mana ko'ylaklar ostida turadi, mana telpalari turadi. Bo'ldi. Bu ham vakuumli, oq desa oq, malosh desa malosh. Hozirgi talab asosan oqqa bo'lmoqda. Oqqa bo'lyapti. Yo'q, malosh ikkilasi juda bir-biriga. Endi shuni oynaksizi ham bor. Qarang. Mana shuni oynaksiz, bu Toshkent poson deymiz-da buni. Toshkent high-tech poson bu. Mana o'g'il bolalar, qiz bolalarga ketaveradi. Do'stlar, juda ham ajoyib, chiroyli ekan. Hop, aksessuarlar ham xudo xolasa sifatlilardan ishlatilgan ekan mana. O'zi totib oladi. Mana bu tillarang ham juda ham o'ziga yarashgan, chiroyli. Endi men uni aytdim-ku boya sizga, mana bolasini olib qo'yishga dedim-ku. Bu bir 6 oydan keyin, hadang, bolalar sho'xlikni boshlasa, shuni kelinchak qarang. Men aytaman, bekitib qo'yadi. Bemalol. Bekitib qo'yadi. Ag'i 1 yosh, 2 yoshgacha ichida o'ynab turadi. Bitta narsa, Barkamol bolajon firmaning uchun mabodo olgan odam bor-ku, mendan olgan odam mabodo mavlani sindirib qo'ysa, o'zini aybi bilan sindirib qo'ysa-chi,
kelishaveradi. Bemalol. Zapchasi bor. Zapchasi. Manda tugab qolsa, mayda menejerlarim qatorida ertaga naval keladi. Tugab qolgan bo'lsa ham shuni olib bekorga beraveraman. 1 yil ichida garantiyasi bilan. Nimaki Do'stlar, buni qidirsa hech kimda ham yo'qda. Qanday, misol 5 yangilik deydi. Yo'q, bu faqat o'zimiz sexda qo'yma chiqaradi. Bekorga beraman. Tagdagi zapchasiga ham bekorga garantiya 1 yilga yanagi. Misol Navruzgacha, mana kecha Navruz bo'ldimi? Yanagi Navruzgacha javob. Do'stlar, xudo xolasa ishonchli xizmatini ham qilib beradi. Albatta. Firma deyilyapti. Xudo xolasa firma juda ham sinchiklab chiqaradi. Albatta songa emas, sifatga ishlashga harakat qiladi hamisha firmalar. Shu. Xudo xolasa bemalol o'shanga ham kafolatini berishaveradi. Do'stlar, keyingi do'kondagilarni ham bir ko'rsatamiz sizlarga. Do'stlar, mana bir qancha akamiz qolib ketibdi. Buni ham ma'lumotini olaylik. Sizlar uchun foydali bo'ladi, xudo xolasa. Buni zo'rligini qarang. Buni ham 800 ming so'm aytaman. 600 ming so'mdan beryapmiz. Hozir bitta zo'r obzor qilamiz, qarang. Mana knopkalarli olib, kirib bo'lsa yana yuvib qo'yishadi. Tagini qarang, displey. Eng zo'rini aytaymi? 100 kiloga javob. Bemalol. Ko'tarishga. Polvon yigitlarimiz, qizlarimiz. Raydat. Ana. Yana biror kishi bo'lsa deng, men bilan o'tirishaveradi. Shunchalik bo'lar, ha? Mana. Shu komplekt holatida Onalar ham Pashaxonasi. knopkali. Shuni Piston ozoda qo'ygan. xudo andaga bergani vahshiy yarashadi-da, zo'r. Hop, bunimizni necha pul? 600 ming qilib beraman. 600 mingdan kelishaversin. Plus murosa qilamiz. Shoqacha narxini aytgandan Xudo xolasa xafa qilib jo'natmaylik, kelaverasizlar. Do'stlar, mana bu ikkinchi do'konga kelganmiz. Akramjon akani ukalarning do'koniga, ikkinchi filial. Do'stlar, mana bu joyda ham juda ham chiroyli, mana high-tech bir-biridan chiroylilar bor ekan. Bularni ham batafsil ma'lumoti va narxlari bilan tanishtirib beramiz. Xudo xolasa, hop, birinchi shundan boshlaymiz. Xudo xolasa, hop, bular haqida ma'lumotini bering aka bizga. Menejerimiz hozirgi daqiqada momentda bu 140 ga 80 lik. Buni komplektida shkaf kiradi. Bitta shestri kiradi, komod deymiz. Uchtasi komplekt 5,5 million kamaytirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Ha, Namangan shahar ichi bo'lsa, dastavkasi ichida. Namangan shahar ichiga. Hop, do'stlar, bu tomonda endi malochniy svetdagi. Ha, manunasiz ajraydi. Unisi ham ajraydi, 180 bo'lib turib cho'ziladi. Hop, buni ham Pashaxonasini beramiz. Ha, pashaxonasini strechlarni hammasini qilib beramiz. Narxlari qanaqa chiqadi bu? Bir xil puli. Bir xilda chiqadi. Bemalol do'stlar, mana har xili bor ekan. Bunaqa shesterlar bilan beramizda, o'sha komplekt. Komplekt ichiga kiradi. Manunasiz kiradi, mana bu bolachani yotqizib kiyintiradi. G'alati bo'ladi. Hammasi bor do'stlar, mana. Juda ham chiroyli ishlangan ekan. Agar bu nima bo'lmaydigan bo'lsa, mana variantimiz ham bor-da. Bu variantimizni ham qilib beramiz. Yongi ochiladigan g'alati bor. Bu eshikli 3 ta tortmadi. 5,5 kamaytirib beramiz buni. Kami bor. Namangan shahri ichiga dastavkalar bor ekan do'stlar. Agar bir dona shkaf, bir dona manejni o'zini desalar, 4,5 million kamaytirib beramiz. O'shanda mana qo'shilmaydi shest. Ya'ni bemalol hali o'zlari keragini ham olsa qilib beriladi. Alohida holatda qilib. Xo'p, do'stlar, bu tomonda yana ixchamroq. Bu elektronika. Elektronika. Ha, tokda ishlaydigan. Ya'ni o'zi tebratib beradi. Ha, o'zi muzikalari bor, bluetooth'lari bor, ishlayveradi. Bunimiz 1 million 300 ming, manisi 1 million 200 ming. Bu kattaroq ham shikilgan bunisi. Ha, yo'q, u ham mana shunaqa holati, mana materialda farqi bo'ladi. Mana ustida mana momuqli yumshoq. Materiallarda farqi bor. O'shaning hisobiga 100 ming so'm arzonroq. 100 ming so'm farqi bor ekan do'stlar. Kelishtirib beramiz. Mana do'stlar, har xil bor ekan. Bu joyda esa mana kichkintoylarimiz uchun rasmlar yoqtiradiganlarga. Hop, bunimiz necha pul chiqadi? U 950 ming so'm qilib bera olamiz. 950 ming so'm. Bularning ham dastavkasi bor shahar ichiga. Ha, mana 4 taligimiz bor. Bu 4 taligimiz ikki tomoni polka bo'ladi, o'rtasida kiyimlaydigan bo'ladi. Bitta ochib ko'rsataman. Joyli, do'stlar, joy sal kichikroq, to'g'ri tushunasizlar, ozgina mana ichlari bilan. Hozir inson bizga ko'proq oq talab bo'libdi, imkon qadar. Malochniy rasvetga qilib beramiz. Eshiklari vakuumli. Ichi toza 45 bo'lgan. Aksessuarlari yaxshisini ishlatilgan. Ha, bular 1 million 600. Mana ukasi bor 3 talik. Bu 1,5 million kamaytirib beramiz. Ichi toza 45, eshiklari vakuumli, materiali MDF. Mana su bor. Bu ichi 40 lik bo'lgan. Bu 1 million 300 ming so'm. Ozgina tushib beramiz.
Kim bor? Hammasini kelishadigan joyi bor. Ha, endi to'g'ridagi o qayta shkafimiz qolib ketdi. Shkafimiz bor, turetskiy fason qilib ishlatilgan mashinani ham polni. Mana shu ochiladi. Mana polka tomoni. Ha, mana kiyim iladigan. Bu ham eshiklari ham vakuumli, materiali toza MDFdan bo'lgan. Va bachoylari ham MDF. Yo'llari ham MDFdan bo'lgan. Ichi toza 45 bo'lgan bu ham. Balandligi balandroq. Xo'p, do'stlar, pastdan shkaflari, g'aladonlari bor ekan do'stlar. 3 talik ekan. Ha, 3 talik. Bu 2 million 200 ming so'm. Sababi mana bachoylari ham MDF bo'lganda, mana yoni ham. Razmeri kattaroq bo'lgan. Mana do'stlar, xudo xolasa bu yerdagilar juda ham chiroyli ekan, sifati. Mana manejimiz bor, mana komplektimiz. Va mana shu turetskiy fason, manulari ham vazishni qo'yilgan, o'zi sotib oladigan qilingan bularni ham. Vakuumli qilib, bu ham material polni MDF, shkapi 1.30. Eniga 1.30, ichi toza 45. Ichi toza 45 bo'lgan. ichlari. Bu ham Pastda g'aladonlar ham bor. Ikkita g'aladoni bor. Ikkita g'aladoni bor. Necha pulga chiqadi bunimiz? Bu komplektimiz 4 million kamaytirib beramiz. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joylari bor. Xo'p, do'stlar, mana TVda bularimizni Bezmonlar bor. Mana ular bez muzikali, bez g'ildirali mana 3tasi. Bular 130 ming so'm tushib beramiz. Mana muzikasi bor, 4 tagida g'ildiragi bor. Bular 230 ming tushib beramiz. 30 ming so'm. Tog'oralarimiz bor. Do'stlar, tog'oralarimiz bor. Tog'oralar. Anular birinchidagi 600 ming, mana 750 ming so'm. Ichida kir mashinalariga bor. O'lchamlari har xil chiqadi buniki. Anu razmeri kichikroq. Misola. Manisi bor 400 ming so'm, kir mashinasi yo'q. O'zi. Ha, o'zi. Xo'p, do'stlar, tashqarida kolyaskalarimiz. Xo'p, do'stlar, mana bunday kolyaskalar bor ekan, har xil rangdagilari, mana. Xo'p, Manalarimiz bor, 1 million 200 kamaytirib beramiz. Amazatilli, mana baloni yumshog'i. Yaxshisidan 1 million 200 ming. Mana shuni qilsa 1 millionga kamaytirib beramiz. Mana qolgan hammasi bir xilda 850 ming so'm. Do'stlar. Bular ham yomon emas. Ha, xudo xolasa yaxshi. Bular ham o'ziga yarasha bo'lgan. Hozir mana qishki holati. Bu ham ajraydi, mana ular olinadi. Do'stlar, mana. Bu letniy bo'ldi bu yog'i. Ha, mana sumkachalari bor. Kompleks. Ha, hamma narsasi bor. Bu ham o'ziga yarasha, mana o'ziga amazatillari, mana balondagilari ham normalniy ishlaydi. So'lchu. Hozirgi yoshlarimiz albatta holi bor hammasini, mana do'stlar, bir-biridan chiroyli, ular uchun ham komfort holatda hamma narsalari yoshligidan. Yana ham assortiment keladi 1-2 kunda. Har xili bo'ladi. Xo'p, mana bu samakatchilarimiz-chi, mana ularimiz. Bular 160 ming so'mdan mana. 160 ming so'mligi, mana 220 ming so'mligi. Mana 220 ming so'm. Do'stlar, bularni bari siz va sizni xonadoningiz va jajji farzandlaringiz uchun bo'ldi. Bizdan uzoqlashmang.